Qoraqalpog'iston Respublika fuqarolari uchun Yevropada ishlash imkoniyati yanada kengaydi. 3 va 4 dekabr kunlari Yevropaning yirik korxona ish beruvchilari ishtirokida Work in Bulgaria mehnat yarmarkasi tashkil etiladi. Yarmarka davomida har bir ishtirokchi bilan alohida suhbat o'tkaziladi. Malaka va til bilimi baholanadi. Saralab olingan fuqarolar bilan shu yerning o'zida rasmiy ish shartnomasi tuziladi. Aviachipta, sug'urta hamda yotoq joy xarajatlari to'liq ish beruvchi tomonidan qoplanadi. Yarmarka 3 dekabr 10:00 Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, 4 dekabr 10:00 Nukus davlat texnik universitetida tashkil etiladi. Azizlar, bu yarmarka sizning yuksak kelajagingiz sari ilk qadam bo'lishi mumkin. Yarmarkada qatnashish uchun hoziroq pastki tugmaga bosib, o'z ma'lumotingizni yozib qoldiring.